بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Hürmetlik aziz qarindoshlarimiz, biz bugun sharaflik mushu Ramazonning qadri kechasiga kelish oldida biz barliq qarindoshlarimizga Ramazonning fazilati va qadri kechasiga ulug'liq to'g'riliq biz qisqacha to'xtalib o'tamiz. Ramazon qadri kechasi ve Rayyan. Ramazan keldi, biz Ramazan tutuşunu başlayımız. Qadri kechasi, biz qadri kechasiga erishishimizni hammamiz umid qilamiz. Rayyan degan jannatningki ichidan kirishni biz orzu qilamiz. Undaqda biz bu yerda mushu qadri kechasi nima uchun 1000 oydan ortiq va sharafli degan mazmunda qisqacha to'xtalib o'tamiz. Xo'sh, undaqda mushu qadri kechasi nima uchun 1000 oydan sharafli bo'ladi? Astagfirullah, bismillahirrohmanirrohim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khayrun min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu var ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bu ayet keriminiki qisqacha tarjimasi. Biz Qur'onni haqiqatan qadri kechasida nozil qildik. Qadri kechasiniki nima ekanligini sen bilamsan? Oyatninki o'zidan so'roq chiqib turdi. Qadri kechasi deganimiz sharaf va fazilatda 1000 oydan ortiqdir. Farishtalar va Jibril shu kuni kechida Parvardigorning amri bilan zamonga Alloh taqdir qilgan ishlar bilan tushadi. Barliq ishlar uchun tushadi. Shu kecha tong yo'rg'on qadar butunlay tinchamonlikdan iboratdir. Nima uchun bu yerda tinchamonlikdan iborat degan kalimani ishlatadi? Biz bu yerda chunqur tahlil qilsak, qadri kechasi bir odamningki butunlay gunohlari yuyilib, Rayyan degan jannatning darvozasidan kirish rostiga erishadi. Shuning uchun bu yerda shu kecha tong yo'rg'on qadar butunlay tinchamonlikdan iboratdir degan oyat karimini ishlatgan. Endi buningdagi birinchi hikmat Qur'on Ramazonda yeni qadri kechasida nozil bo'lgan. Ham buni qisqacha ikkinchi hikmatga kelsa, qadri kechasi 1000 oylik ibodatdan ortiqdir va sharaflidir. Üçüncü hikmet kelsak, farishtalar Allohning amri bilan Alloh o'rinlashtirilgan barliq ish uchun zamonga tushadi. Jibril va farishtalar deyilgan. Bu inson hayotidagi favqulodda sharafli bir kundir. To'rtinchi hikmet kelsak, shu kecha tong yo'rg'on qadar butunlay tinchamonlikdan iboratdir. Rahat bir kun bo'ladi. Bu kunga erishgan har qanday insonning butkul gunohlari kechirim qilinib, jannatga kirish ijozati berilib,
dünya ahiretlikten bütünlüğü hatırcam boludu degen gep. Hoş onda olsa şu qadri kechasi bütün oylar, yillar ichidagi eng qadrli bir kecha deyilibdi. Bu oy 1000 oydan ortiq va sharafli deyilibdi. Endi biz inchikka tahlil qilib boqaylik. Endi oyatning o'zida savol tariqasida qadr kechasini sen nimaligini bilamsan deganlik uchun biz azroq tahlil qilishimizga dosh kelamiz. Azroq tafakkur qilamiz. Endi bu yerda biz minut, sekund vaqtlarni parchalab ko'rib boqamiz. 1000 oy, yani bir mushu qadr kechasi 1000 oydan ortiq va sharaflidir deganlikin biz mushu vaqtni inchikka tahlil qilib ko'rib boqamiz. Hamda 1 sekund degan 1 bit bo'ladi. Bir chiroqni o'chak uchun biz yoqqanligimiz, o'chaganligimiz 1 bitdan tashkil topgan bo'ladi. Yoqdiq, bir o'chadik 06 keldi degan gap. Lap qilib bir yorg'on bir chekitni biz bit deb ataymiz. 1 minut 60 sekund. Buni hammamiz bilamiz. 1 soat 60 minut. 1 kun 24 soat. 1 oy 730 soat. Hammamiz bilamiz buni. Kichikimizdan tat bilaylik. Ammo bir tahlil qilib boqamiz. 1000 oy degandan keyin bu nima ish bundaq deydi. Nima uchun bir kecha mushtam 1000 oydan sharafli bo'ladi? Nima uchun insonniki butun gunohlar jo'nib ketadi degan oyatga asosan biz mushunda tahlil qilib boqamiz. Nurg'un narsa oddiy ko'rindi, lekin inchikka biz tahlil tafakkur qilgan vaqtimizda buningki butun shu oyatningki mazmuni va deyilgan maqsadi oydinlashishi mumkin. 12 oy yeni 1 yil 8760 soat. Hamda 730 soatni 1000 oyga ko'paytirib boqaydi. 73000 soat bo'ladi. 73000 soatni 1000 oyga ko'paytirib boqaydi. 1000 oy dedi o, 1000 oydan afzal deganlik uchun biz ko'paytirib boqamiz. 730 000 soat bo'ldi. Bir odamningki o'rtacha hisobini ömrünü sürüştirsek 70 yıl ömür ko'rdi deydi. Bu 70 yıl deb biz kesib aytolmaymiz. Ba'zida 10 yıl ömür ko'rish mumkin, ba'zi 1 yil ömür ko'rish mumkin, ba'zi tug'iliblam o'lib ketishi mumkin, ba'zi 50-60 kirishi mumkin. Ömrünün uzun bo'lishi baxt saodatning alomati emas. Bizim qanchalik yaxshi va vaqtimizni ma'nli o'tkazganligimiz mana bu baxt saodatning alomati. Endi bir odamningki ömrünü o'tir hisob bilan 70 yil desek 613 soat bo'lib chiqadi. Bir odamningki ömrünü 70 yil deb faraz qilsak, soat hisoblasak, bizning mangan tug'an hammamiz shu soat bilan bo'ldi. Bir tiniq bilan odam jon uzdi. Shuning uchun biz bu yerda minut sekundlab buni hisoblab boqamiz. 70 yil bir odam ömür ko'rdi desek 613 soat ömür ko'rdi ekan bir inson. Shunchalik vaqt yashab o'ldi ekan. Hamda 24 soat ichida normalda ham 24 soat vaqtni biz nimaga o'tkazdik? Biz mana 1000 yilning qanday sharafli ekanligini biz isbotlab chiqamiz. 24 soat ichida normalda 7 soat uxlaymiz. Belki ba'zidan 5 soat uxlaydiganda, ba'zidan 6 soat, ba'zidan 7 soat, ba'zidan 8 soat uxlaydiganda. Normalda 8 soat ders o'rgandik deylik. Yoki xizmat qilgan odammi butun dunyoda o'lchab shu 8 soat xizmat qilib bo'ldi. Hem de onundan sırt xizmat qilmay desa, yana simni olmish ishlashi mumkin. Ama normal ahvolda 8 soat deb qaraymiz hamda. Normalda 4 soat oila balchaqlarimiz bilan o'tirib qo'posh yashash yoki do'st birodarlarimiz bilan uchrashish, ko'rishish degandek shu ishlar bilan vaqtimizni o'tkazdik deylardi. Bu normal ahvol aslida. Hem 4 soat onunni kelsa, bir kunda 1 soat toza qo'yib kirsamiz.
Mayli 5 qatim kiring, mayli 10 qatim kiring, 1 soat ketdi deyin. Tishimizni tozalaylik, o'zimizni tuzashtirgan qatorliq ishlarga vaqtimiz ketdi deb qaraymiz. Normalda 2 soat vaqt o'zimizni sezmagan holda mayli kompyuter qarang, mayli aqli ixtiyorlar telefonlar qarang. WhatsApp, Instagram, Facebook qaysi qarang qilib men hech nima qaylamay o'tkazmaydi deganda Alloh rozi bo'lsin. Yana Alloh rozi bo'lsin dedigan gap ham bu yer biz dedik. Vaqtni ma'nisiz o'tganlar qartar. Ammo ma'nilik o'tkazgan bo'lsa, Qur'on tangshidi, yaxshi baznasdan o'ngildi. Bu boshqa gap. Lekin behuda o'tkazayotgan odamga men qaramayman degan bo'lsa, vaqtini isrof qilganlar bo'lsa, Alloh rozi bo'lsin. 1 soat hech qanday ahamiyatsiz o'tib ketishi mumkin. Onu qilib, buni qilib, bu yo'ng jug'urib ketishimiz mumkin. Xo'sh, endi biz o'ylab boqaylik. Bir kunda 5 vaqt namoz o'qiymiz desak, barliq namozlar uchun 1 soat atrofida vaqt ketadi. Bir kunda 5 vaqt namoz o'qish uchun normalda bir vaqt namoz uchun 12 minutdan hisoblasak, jami 1 soat ketadi. Belki 1 soat 20 minut ketishi mumkin. Men oldirmay o'qiydim dediganlar nisbatan. Biz normal namoz o'qishninki hisobotini qilyapmiz. 24 soat hayotlik bergan yaratquchimiz Allohga tashakkurimizni bildirish uchun 24 soat vaqtimizdan 1 soat vaqtni chiqara olmasligimiz yoki guldikalab kichik o'qishimiz yoki alvonga o'qishimiz yoki vaqtimiz ishimizni tugitib olib namozga ko'ngil berishimiz vaqtning qadriga bizning yetilmagan, g'aflatda qolgan. Minnatdorligimiz Allohning bizni yaratganligi, minnatdorligimiz intayin kamchil. Odam ekanligimizni isbotlab qo'ydi. Agar yolg'on deydiganlar bo'lib qolsa, bu 24 soat ichida emsin nima ish qildingiz? Har bir tiniqningki mas'uliyati bor. Surishti qilinadi. Haqiqiy vaqtni qadrlaydigan, haqiqiy mas'uliyatchi odamlarga nisbatan. Bir odam bir kunda 1 soat ibodat qildi deylik. Bir oyda necha soat ibodat qildi? 30 soat. 30 soat ibodat qildi, bir kunda 1 soat ibodat qilsa. 30 soatdan o ishga ko'paytirdi. Bir yilda 360 soat ibodat qildi ekan. Demak, bir inson bir yildagi 8760 soatdan 360 soat vaqtini Allohga ibodat qilishga ajratgan bo'ldi. Tahi Alloh farz qilgan bir namoz. Butkul bizning qilayotgan ishlarimiz deganda bizning uyqumizdan qopgan vaqtimizdan tortib to bizningki oqshimi oyatul kursini o'qib yotgan qadar hamma ishimiz ibodat hisoblanadi. Namozdan boshqa. Bugungi kunda barliq qarindoshlardan atiganda qopqanda payg'ambar alayhisalom duo o'qidingizmi? Yo'q. Siz qo'lingizga kirgan chaqda kirganda o'qigan duo va chiqqanda o'qigan duo va ashularni to'liq bilamsiz? Biletim qilmabdimi? Endi tamoq yeganda o'qigan duo, yeb bo'lganda o'qilgan duo. Ishdan sira chiqqanda bir duo o'qib chiqamiz. Kirganda bir duo o'qib kiramiz. Masjidga mangan duo o'qiymiz. Kunligi 30-40 mushu duolar bor. Qilyapsiz haqiqiy bir musulmon bo'lgan ekan desak, hammaylar qaylab turadi. Bak achinish qahva. Bu gapni nereden topdingiz desam, men payg'ambar alayhisolamning tarixida, hadislarda Buxoriy, Muslim hammasini tekshirsangiz, mushu ishlarni payg'ambar alayhisolamning qilganligi emliyati chiqadi. Nima siz qilmaysiz? Ajoyib, g'aroyib bir narsani yo gezib yoki dinni sirliq ko'rsatib, tilsimot ko'rsatib, kishilarga haybat ko'rsatib qilmay, kishilar tushunadigan bir tilda. Har qanday inson qila oladigan bir darajada shuni mushu bizningki yetkazishimiz zarur. Biz bu yer demoqchi o'g'limiz, sizning kundalik turmushingiz sistemga tushmadi. Qarab baqsaq tushmaylik. E'tirof qilishimiz lozim. Mendan tortib har bir qarindishimizningki kundalik turmushi sistemlashdimi? Bolaringizning hammasi zodi. Ashu o cho'ng gapni qo'yib, payg'ambar alayhisalom kunlik nima ish qilgan bo'lsa, shu ishdan to'liq qila oldimi? Qilgan bo'lsa, sada Alloh rozi bo'lsin. Endi 30 soatni biz 1000 oyga ko'paytirdik, 30 ming soat bo'ldi. Allohning qadriga yetgan 1000 oy deganligi
Her ayda 30 saat ibadet kılsanız, 1000 ay köpeytiniz. Men diýamadım Kur'an-ı Kerimde depdi. Kadir kişisi depdi. 30 000 saat bolup. Demek biz tuyuksuzlam kadir kişisi Allah diyen orunlaştırgan boyunca biz emel kılsak 30 000 saat ibadet kılan adamın ecrini mukafat çıkkandakla biz kadir kişisi bir kişiden alıdığan gel. Bunu bir adam divan bile. Peygamber Aleyhisselam'a bunu dep koymadı. Kur'an-ı Kerim'de geldi, Peygamber Aleyhisselam biz yetkizdi. Hadis şerifte bu enik bayan kılındı. Onda olsa bizim emel kılışımız zürür degen bir yer. Hem de muşnunga asasen bir adam normalda 70 yıl ömür köydü deyli. Yılda 360 saat ibadet kıldık. İbadet kıldık emez. Hayatımızda cemi 25.200 saat ibadet kılgan boldık emez. Hesaplap bakınlar. Biz elqip hesaplap bakıp toğandan keyin bir körep baksak bolup bunu. Bir moçanning üstü tik turadigan, haqda işimiz qalsa söyleydigan, bir işimiz qalsa hesabat qiladigan bir adam bunu bilmesligi mümkün emas. Ağı Kadir kechasiki Allah Taala oldidan bishorat bergan 1000 ay necha soatga to'g'ri keldi? 30 000 saatga to'g'ri keldi. Demek siz ibadet qilishda 70 yıl ömür ko'rgan bir odamning kecher kunduz aşu kunligi 1 soatdan qilgan ibadati 448 000, yani 48 000 saat ibadatni ortiq qilish bilan birga o adamning oldiga siz kirib ketgan bo'lsiz. Agar mushu bo'yicha ortiq chiqqan, masalan 4800 saatni yeni 13 yillik ibadatga o'lchasak 83 yil ömür ko'rgan bir odamningki hayotida qilgan ibadatiga to'g'ri keldi degan gap. Yani bir adamningki 4800 saat ibadetten ortiq qildi deydi 70 yosh kirgan odamdan boshqa yana eshib qoldi çoğu vaqti. Bu 4800 saat eshib qoldi. Bunu bölsek, agar mushu bo'yicha ortiq chiqqan 4800 saatni yani 13 ibadetga bölsek bir adam 83 yil ömür ko'rgan bo'ladi. Bir odamning hayotida qilgan ibadatiga to'g'ri keldi. Mana bu sansipir bir yerdeki. Hesaplash inchika. Bu bir matematiklik xulosa bo'lishi mumkin. Hem bir yerda biz bunu hesaplashdan hem de bir kunni 1000 ay deganni nima qilganda bir kechada 1000 ay deydi. Biz shuni uqib boqaylik dedik ham. Yerlik usulda. Hem de ticaretde menfaatlarni ayriy olamiz, nurg'un hisobotlarni ko'ralaymiz, nurg'un inchikishlarni biz Elqi hesaplash mashinasini tok 5 yilga bo'lib olamiz. Ma'nimi bir hesaplab baqsaq demekçi. Hem de bunu tushunmay qopdiq desak, hem de hayatımızda Kadir kechasiga resmi bir ko'ngil bilib baqmabdiq degan gap. Hamma odam ko'ngil bildi. Ramazon keldi, tutdi. Kadir kechasi keldi, tutdi. Voy bo'lgan deymiz, bir kecha uxlamaymiz, ketimiz tugaydi. Ama her qandaq ibadetni bilip tushunib qilsangiz buni ajri nechasi yuqori bo'ladi. Bir kechaning nima uchun 1000 oydan sharaf ekanligini biz bu yerda ozdirib ko'ptirib bilalaymiz. Astoydil fikr qilib bir o'ylanib boqsak, nima uchun bu yerda 1000 yil deganligincha biz ozdirib ko'ptirib taqid etamiz. Xo'sh, endi bir musulmonga nisbatan mushni bilinmabdi, mushta Ramazon tutibdi, qonqibdi, bonqibdi deb mushta o'tkazib o'tish bu bizningki bir achinishli ahvolimiz hisoblanadi. O'zimizning qo'lda oltin toboq turib, qadrini bilmay, ko'tarib yurib, yana xalqlardan bir narsa so'rab tilanchilik qilgandaklar, o'zimiz mushunchilar bir kechilik qilgan ibodatga 83 yil bir odamning qilgan ibodatini besmishadigan bir kechining qadrini bilmaganligimiz oltin tovoq ko'tarilib tilanchilik qilganga o'xshash. O'zimizning qadrini o'zimiz dafsanni qilganlik. Özümüzde qadrlashni bilmasak, boshqalar mengi bizni qadrlamaydi. İnsan qadrlanishdan burun cho'qim
o'zining ortiqchiligi va o'zininki mushu kelgan buyurgan Alloh buyurgan ishlarni tafakkur qilish, bilish va mushunga ergishib bizning qimmatimizni yuqori ko'tarish har bir musulmonninki majburiyati. Boshqalar meni hurmatlamadi, qadrlamadi deganingiz o'zingizni qadrlamadingiz. Chiqib so'zlayversak bo'lmaydi bu yerda. O'zimizni qadrlashni bilsak, cho'qim biz qadrlanamiz. O'zimizning qimmatini tanımasak, biz dengizdagi egisi qo'lvoq o'xshab qolamiz. Shamol qayerdan chiqsa shu ham uçup boqamiz. Hali uningga egishib boqamiz, hali buningga egishib boqamiz, hali uning to'g'ri ekan, hali buningki to'g'ri ekan. Hayotimizda urush jidallar vaqtimizni o'tkazib o'tish mumkin. Tayin yo'q jangi jidallar bilan vaqtimizni o'tkazishimiz mumkin. Bizning haqiqiy oxirgi sotimiz bu yerda emas. Mahsharga maydonda sotini o'tsangiz siz nochi. Siz g'alaba qildingiz, siz muvaffaqiyat qozondingiz. Siz bu yerda nurg'un divogan bizning gaplarimiz oxiratda o'tamdi o'tmamdi. Bu Alloh subhanahu va taolaning qabul qilish qilmasligi bir masala. Endi bir oy ming oydan ortiqdir va sharaflidir degan mushu jumla kelsak, tuvendiki natijalar o'tirg'i chiqadi. Agar sizga qadri kelsa nisb bo'lib qolsa, o'tir hisob bilan 83 yil umr ko'rgan bir odamning hayotida qilgan ibodatini, bog'liq ibodatini bir kechilab qo'yib keltirgan bo'lsiz. Dunyo oxiratingizdan butlay xotirjam bo'lib, barcha gunohlaringiz yuvilib, namomaningiz Allohning rahmati va fazilati bilan sharsiz o'ng tarafingizdan birilgan bir musulmonga aylanasiz. Allah va'dasi rostchildir. Bir ishni bo'l deydi-da, bo'ladi. Agar siz va'dingizda turganlar bo'lsangiz, Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning bu to'g'rida mundaq deganligini eslab boqaylik. Alloh subhanahu va taolo eg'zi ippordimni xushpuroq. Ro'za tutquchilarni o'zim bevosita mukofotlayman dedi. Qiyomat kuni sog'lom qalb bilan ro'za tutgan, qadr kechisini qadrlagan, haqiqiy ro'za tutquchilar 8 jannatning Rayyan degan eshikning kirish ijozatiga erishadi. Alloh barchamizni bu jannatningki Rayyan degan eshikdan kirishga nasib qilsin. Amin. Bu shu kundagi eng esil, faxr hisoblangan sharaf o'rnini birligan bilan o'xshash. Dunyoda azroq mukofotlab qo'ysak, uni bilan birib qo'ysak, voy deb hammamiz shundan qo'shilib ketamiz-ku. Jannatda o jannatningki Rayyan degan eshikdan kirasangiz, siz intayin baxtli, asal hisob bo'lgan insonlar hisoblanasiz. Mana bu bir oy 1000 oydan ortiq va sharaflidir degan oyatni ilmiy bo'lgan, aqli, naqli natijasidir. Va oxir davona alhamdulillahi robbil alamin. Bugun biz shu Ramazonninki Ramazon qadri kechasi Rayyan to'g'ri qisqacha tushuncha berdik. Bu Ramazonga bo'lishib olgan. Burun qaytib turamiz, oti bo'ldirmiz. Necha kun burun mushuni tayyorlab qilib, astoydil mush Ramazon bilan bo'lib kelgan. Bizmi inshaalloh Ramazon kelishdan burun puxta tayyorligimizni qilib, ham shu 30 kun tarovihni to'liq o'qib, butun shu tarovih to'liq o'qildi, 30 par Qur'on bir qatim o'tkazildi. Onda kech soat 2 dan 3:30 gacha tahajjud namozimiz o'qildi. Yana 30 par Qur'on yana bir qatim tugadi. Barliq qarindoshlarimizninki ham shu vaqtida kelib namozga qatnashib, duolar o'rtoqlashib, eng oxirgi hisobda mushu 1000 oydan ortiq degan sharafli kuniga sharaf bilan erishib, jannatga Alloh subhanahu va taoloning va'dasi bo'yicha Rayyan degan eshikdan kirishga nasib qilsin. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin valhamdulillahi robbil alamin va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر.